Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Bugün dersimiz bolsa Abu Bakr Sıddık radhiyallahu anhuniki tug'ilgan ve o'sib yetilgan haqidagi so'yitiniki bayonlarini ders qilib o'tamiz. Faslun fi mevlidihi ve menşeihi yoki ve menşaihi. ولد بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وأشهر فإنه مات وله 63 سنة. قال ابن كثير: وأما ما أخرجه خليفة بن خياط عن يزيد بن الأسم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنا أكبر أو أنت؟ قال: أنت أكبر وأنا أسن منك. فهو مرسل غريب جدا والمشهور خلافه، وإنما صح ذلك عن العباس رضي الله عنه. وكان منشأه بمكة لا يخرج منها إلا لتجارة، وكان ذا مال جزيل في قومه ومروة تامة وإحسان وتفضل فيهم، كما قال له ابن الدغنة: إنك لتسيل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر وتقر الزيف. قال النووي رحمه الله: وكان من رؤساء قريش في الجاهلية وأهل مشاورتهم ومحببا فيهم ومعلفا لهم، فلما جاء الإسلام آثره على ما سواه ودخل فيه أكمل دخول. Bu Celaldin Suyuti'ninki bu kitabı 2019 yılı 6. qatim besilgan Darul Minhaj Neşriyatı tarafından besilgan basması 104. bet. Abu Bakr Sıddık radhiyallahu anhuniki tug'ilgan vaqti ve o'sib yetilish jarayoni. Payg'ambar alayhissalatu vassalam tug'ilib 2 yil ve bir necha oydan keyin tug'ilgan. Yani demak Payg'ambar alayhissalatu vassalamdan 2 yil kichik demakda. O'lib ketgan vaqtida yashi 63 yosh edi. Rasululloh 63 yoshda o'lib ketgan. Abu Bakr Sıddık 63 yoshda o'lib ketgan. İbn Kesir rahmetullohi alayhi shundoq deydi. Ama Halife İbn Hayyat degan alim, bu bir cho'ng tarixchi, ayni vaqtidagi 200 hijra 240 yillari bo'lsa kerak, shu vaqt o'lib ketgan. Bu Yazid ibn Asamda rivoyat qilib shundoq degan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Abu Bakrga debdi: "Men cho'ngmi yoki sen cho'ngmi?" debdi. Degandan keyin Abu Bakr Siddiq: "Sen cho'ng, ammo men sal yoshroq" degan ekan. Lekin bu hadis nihayetim garip mursal hadis deb baho bergan. En meşhuri bu hadis unda emas. Bu ekşçe. Ama ma gapni Abbas degan edi. Yani Abbas'tan kelgan rivoyat to'g'ri edi deydi. Yani Abbas radhiyallahu anhu nihayetim hurmat bilan, adab bilan Payg'ambarimizga sen cho'ng degan. Yani seninki maqoming, darajang hamma jihatdan sen cho'ng deb Rasulullahga nihayet adab ihtirom bilan da'vatida bu gapni. Lekin men sal qirroq degan, yoki yoshroq degandek. Endi Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu bo'lsa Makkada o'sib cho'ng bo'lgan. Makkadan endi asosan chiqib boqmagan, lekin chiqqan vaqtida ma'lum bir tijorat uchun sirtqa chiqib boqqan. U nihoyat puldor, boy odam edi. To'liq nihoyat muruvvatlik odamlar edi. Boshqalarga ihson qilib turadigan, marhamat qilib turadigan kishi edi. Ibn Dag'na degan kishi, bu Ibn Dag'na degan shu vaqtdagi arablarniki mashhur kattalarniki biri. Shundoq degan. Ya'ni Abu Bakr Siddiq o'z patmay hijrat qilib maqdim deb o'zing qavmidan qapulab chiqib ketgan vaqtida bu Ibn Dag'na yo'lni to'sab, sendek bir esil odamlarning bu sirtqa chiqishi bu yaxshi ahvol emas deb Abu Bakr Siddiqni tuvandagi sifatlarni sifatlagan. Sen urug' tuqqanlarga sil rahim qilasan dedi.
Rast gap qılasan. Mal dünyası yo'q, bechora, kambag'al kishilarningki qalbini utasan deydi. Va shundoqla musibatga uchragan, balay ofatga uchragan kishilarga yordam bersin. Mehmonni sen hurmat qilasan deb Abu Bakr Siddiqni bu yerda bu shu sifatlarni sifatlagan. Yani boshqa arablarniki Abu Bakr Siddiqqa bergan baholari bu. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh mundaq degan Abu Bakr Siddiq haqida. Cahiliyette, yani İslamiyet'ten burun Qurayshlarniki çoğun cemaat erbablardan edi. Hatta ular maslahat so'raydigan bir maslahat egisi edi. Fikirlik odamda. Qurayshlar ichida sevimlik edi. Ular bilan dilkash edi. Endi jahiliyatdan keyin islom dini kelganda bütün umum ishlardan islomni o'ziga bir yo'l qilib, manhaj qilib tanladi deydi. İslam diniga o'zini to'liq topshirib, mukammal ravishda kirgan deydi. Bu İmam Neveviniki Abu Bakr Siddiq haqida degan baholari. Endi Zubayr ibn Bakkar va Ibn Asakir degan olimlar Ma'ruf ibn Kharrabuz degan kishidan rivoyat qilib mundaq degan. Haqiqatan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Qurayshlar ichidagi cahiliyet devrida eng sharafli, hurmatga sazovor 10 kishining birisi edi deydi. İslamiyetning burunqi holatida nufuzi. Bular ham islomdan iborat bir e'tiqod, aqida sharifiga erishgan kishilar. Shu o'naylarda. Abu Bakr Siddiq bo'lsa, jahiliyatda diyet ishlarini bir taraf qilardi. Cahiliyatda shu Qurayshlarniki diyet ishlari, yani diyet degan shu bir kishi qasddan yoki seven bilan bir kishilarni o'ltirayotgan bo'lsa, shundan qarta to'lanadigan to'lam hamda. Qasddan o'ltirayotgan bo'lsa, uni o'ltirdi qisas oladi. Agar u rozi bo'lib qolsa, ma'lum bir mol dunyo bilan yoki to'lam bilan uningga rozilikni oladi. Buning o'zi diyet deb qaragan, atalgan. Diyet işlerini bir taraf qilgan shunaqa mas'ul kishi edi deydi. Undan boshqa g'orim deydi. G'orim degan nima degan vaqtida o bir paravallik jamiyatdek bir ish hamda. Shu vaqtida ma'lum bir qabilniki o'ziniki o'rtaq bir jamiyati bo'ldi. Foyda ziyonga munosabatlik. Shu qabilga shu diyetdan iborat, ya shu qabildan birisi ma'lum bir savallikni o'tkazib jinoyat o'tkazgan bo'lsa, yoki boshqa qabildan bir odamni xato holat o'tirib qo'ygan bo'lsa, shu qabildagi butun odam mablag' yig'ib, pul to'plab, shu pulni qarshi tarafga, o'lgich tarafga berish orqali bularni rozi qiladi. Ya'ni buni g'orim deb atagan. Ya'ni bugungi kunda bizniki bunday bir kichik bir yordam jamiyatidek bir avolamda. Mush ishlag'imi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mas'ul edi. Chunki endi ayni vaqtida Qurayshlarniki bir podshosi yo'q ayni vaqtida. Hamma ishlarni bir taraf qildigan. Har bir qabilniki bir shayxi, bir beshi umum ishlarni boshqaradigan bir holat bor edi. Demak, Abu Bakr Siddiq o'z qabilasiniki diyet ishlarga, shu paravallik, yordam jamiyat ishlariga mas'ul odam edi deydi. Endi bu diyet işlerini hem de Abu Bakr Siddiq boshqardi. Bu Qurayshlarniki Bani Taym cemaatidinde. Ama Qurayshlarning Bani Hashim cemaati bo'lsa, ular shu hojilarniki Makka kelgan hojilarniki sug'urish ishlariga mas'ul. Ularni mehmon qilish ishlariga mas'ul. Bu kelgan hojilar faqat shularning taomidan, shularniki suydilam ishlagan gap. Mana bu mu ayni vaqtdagi Arablardagi shu Qurayshlardagi bir sharaf ishlarning biri. Ammo lekin hamda Qurayshlarniki Bani Abduddar jamoati bo'lsa, shu Baytullah'niki mutavallilikni qiladigan, hamda buni hojib deb olamiz, shu yerga xos qaraydigan odamlar. Adın Qurayshlarniki urushda bayroq ko'tarilgan, bayroq qadaydigan ishlar mushulning qo'lida edi.
Yani Kureyşler arsida Mekke'de yığın içildiğin bo'lib qolsa, bu yığınni boshqarish ishlari mushulniki jamiyatida bo'ldi. Demak, bu Qurayshlardagi shundoq sharaflarga erishgan bir sharaf egasi hamda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Demak, endi Bani Abduddinar, Banu Abduddar jamiyati bo'lsa Qurayshlarniki. Bu jamiyati Qurayshlar jang qilmoqchi bo'lsa, bayroqni chekib qadaydiganni mushul qiladi. Endi ma'lum bir ishga yig'inga to'planib qilsa, shu yig'in hammasi to'plam bo'lniki Darun Nadva. Darun Nadva degan o'rinda bo'ladi. Mushulniki uyda yoki hovlisida. Shu yig'inni uyushtirish, buzish mushularniki iqdorligida bo'ladi. Endi Banu Abduddinar, Banu Abduddar mushu 3 ishni mushul egallab olgan, mushul boshqargan hamda. Hatta keyingi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan qarshi urushlardimi mushu Banu Abduddar jamiyati mushu bayroqni ching tutib, mush bayroqni qo'yib bermay bo'lib Uhud urushida bular natija kuch ko'rsatgan mushriklar tarafga turib, demak bu azaldan mushta Qurayshniki mushu sharifiga munosabatli ishlarni Bani Hashim jamiyati, Bani Abduddar jamiyati, Bani Taym jamiyati, Bani Taym jamiyatidan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu boshqarib kelgan. Bugungi darsimiz bu yerda oyoqlashdi. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.